Hozir bizaga onajonimiz ana живой отзыв etmoqchilar. Gapiring oyisi. Biz 3 oy oldin keldik. Aha. Ikkita bolam olib kelganman. Ikkita bolam ham har 20sida antibiotiksiz tuzalmas edi. Varro dorilar ichib tuzalishmas edi. Uzoq muddatda tuzalishardi. Hozir ko'z tegmasin. Tarifani lecheniyalardan keyin antibiotikdan chiqib ketganmiz. 3 oy bo'ldi. Shu oxirgi marta sizga kelishimdan oldin ichirganman. Undan keyin antibiotik umuman bermadi. Faqat patlar bilan tuzaladi. Ko'z tegmasin. Hazmi qanaqa bo'ldi? Hazmlari joyida, ancha immunitetlari oshgan. Ko'z tegmasin. O'zgarishlar bo'lyapti. Aktivlashganmiz. Kichkinangiz ham o'shandan beri, dekabrdan beri kasal. 1 yoshi 2 oylikda kelganmiz. Mana 1 yoshi 1 oylikdan oshganda keyin yurmagan edi. GMV bilan o'sha massajdan keyin yurib ketdi. Молодец, mashalloh, ko'z tegmasin. Displaziyasi ham bor, u ham lecheniya bo'lib ketdi.